Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlarga Tesla avtomobilini o'zi haydash funksiyasini ko'rsatamiz. Xo'p, demak, adresimiz urilgan, navigator yoniq. Shu ketayotgan joyimizda bu nimani pоворотчик nimasini bitta pastga bosib qo'ysak, avtomat o'zi bosiladi, haydashni boshlaydi o'zi mashina. Demak, mana pоворотчик. Поворотga keldik. Mana pоворотчикni o'zi yoqyapti. Rolni ham o'zi buradi, mashinalarni o'zi tomosha qiladi, ko'rib nazorat qiladi. Masalan, mana mashina kelyapti, asta ehtiyot bo'lib, mana mashina yo'q bo'lsa, o'zi yurishni boshlaydi. Chotki. Hali ham ba'zi bir kamchiliklari bor, ayniqsa stop znakda, to'g'ridan yon tomondan, hamma tomondan, to'rtala tomondan ham stop znak kelganda, bizdan oldingi to'xtagan mashinalarni qaysi birinchi to'xtadi, qaysi birinchi yurdi, shuni yaxshi nazorat qila olmaydi. Ya'ni stop znakka bir to'xtaydi-da, keyin sразу yuraveradi. Shunaqa kamchiliklari bor. Yana ba'zi bir kamchiliklari bor, bilinadi. Lekin 95-99% o'zi yurib, hamma joyga o'zi ketaveradi. Mana bu kamera har doim bizni rekord qilib ketyapti, zapis qilib ketyapti. Agar men hozir ko'zim boshqa tomonga qarab qolsa, chalg'ib qolsam yo enkayib yo nimadir qilsam, bu nima ogohlantirish beradi, warning beradi. Warning bergandan keyin agar 3-4 ta warningni e'tiborsiz qoldirsak, keyin o'z avtomati yo'l chekasiga chiqib to'xtaydi. Ya'ni ko'zini yo'lga qaratmayapsan degan ma'noda, o'sha haydovchi chalg'iyapti degan ma'noda o'z chekaga chiqib to'xtaydi. Atak shu haydovchini yuzi to'g'riga qarab tursa, ko'zlari to'g'riga qarab tursa, o'zi ishlashda davom etadi, yurib haydab ketishda davom etaveradi. Yana bitta tomoni bor. Ba'zida rolga qo'lingni qo'y deb ogohlantirish beradi. O'shanda rolga ozgina qo'lni tekizib tursa, ozgina rolda bosim borligini qo'lingiz bilan ushlab turganingizni ozgina sezsa, shunda yana dalsh ketaveradi. Lekin rolda umuman hech qanaqa rolga tegilmasangiz, hech qanaqa rolga hech qanaqa bosim qo'yilmasa, yana keyin anaqa deb o'ylaydi. Ya'ni haydovchi yana chalg'ib qoldi deb o'ylaydi-da, yana yo'l chekasiga chiqib to'xtashga harakat qiladi. Flower top in the sky. Demak, buni svetoforni ham ko'rib, o'zi kelib to'xtadi, pоворотчикlar hammasini yondirib. Hozir stoyankaga kirishni ham ko'ramiz. Ozgina yurgandan keyin stoyankaga kiriladi. Hozir pоворотчик yondi, mana yana o'zi yuryapti. Ba'zida agar juda sekin yursa, gazni qo'shib ozgina bosib olsa bo'ladi. Gazni bossa, tezroq yurib ketadi. Lekin agar tormoz bosilsa yoki rulni majburan hozir bursam u yoqqa, o'shanda avtomat haydash to'xtaydi birdaniga. Masalan, hozir o'zimni nazoratimga olmoqchi bo'lsam, rul ozgina bunda bursam, mana bo'ldi. Uje anaqadan chiqdi, FSTdan, ya'ni o'zi haydashdan chiqdi. Yana mana bitta bossam, yana qayta tushadi. Yana o'zi haydab ketaveradi. Hozir anaqaga yana mana pоворот qilib, nimaga stoyankaga kirishini ko'ramiz. Mashinalarni ko'rib, o'zi kirib, aytib kiraman. Yana qanaqadir funksiyalari qiziq bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar, yana qo'shimcha videolar qilamiz. Ne? Ha?